Yana O'zbekistonda trendga chiqqan burgerli va so'zli nimani olib keldim? Marujinlarni olib keldim. Sizlarda Chevalangda nima deyiladi? Sabzi deyiladimi, so'zi deyiladimi yo yana nima deyiladi? Sabzi xullas qanaqa nima deyiladi? Buni hamburger deyiladi, hamburger. Qani ko'ramiz, o'zga baho beramiz. Birinchi bo'lib sabzilidan yeymiz. Yangilik faqat menda uyib yomon qilishibdi lekin. Bismillah. Ya. Yoqdi. Ben serьезно aytyapman. Normalniy ekan. Yangicha vkus. Sabzili ko'rsangiz tavsiya qilaman. Asosiy meni qiziqqanim sabzidan ham ko'ra burgerli bo'lgan. Nimaga desalaring, bunda qanaqa ta'm kelishi menga qiziq bo'lyapti. Mana buni qaranglar. Ichida chicken, cheese, pony o'xshatishibdi. Endi buni ochsak mana ko'rib tursangiz sira. Ajoyib. Mana bunisi ham non ekan. Men marujnisini o'zini tatib ko'rmoqchiman. Menga unaqa yoqavermadi. Normalniy. Ishni olib yeb ko'rmoqchi bo'lsangiz, yeb ko'rsangiz ham bo'ladi. Videoga like bosib qo'yinglar, yana ham ko'proq odam ko'rsin, ma'lumotlarni foydalansin. Bizda faqat realniy o'zib bo'ladi. Like bosishni unutmanglar.